uyimizga havas qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar, ishlarimizni kommentariyada o'zlaring fikrlarini yozib qo'yasizlar. Bugungi manzilimiz O'yqishloqda Boburjon aka xonadonlaridan. Hoji aka, kelingdan so'raychi, bosib yuborasizlarmi deyman. Xo'p, akamizga aliment seriyadagi eshiklarimizga ichlariga shartlanganlarcha rolik qo'yib berganmiz. O'zi rangidan eshiklarimizga chetlariga chit qilib foydalanganmiz. Eshik detonatsiyasini oldin oladi. Hamda aksessuarlarga har doimgidek akfani, komfort ruchkasi hamda akfani o'zini zamoqlardan foydalanganmiz. Eshikni yopilishlar. Xo'p, romlarimizga 6,5 penta profillaridan foydalanganmiz va siliflarni ham chiroyli qilib ochib berganmiz hamda pastashnilardan foydalanganmiz. Bu ichkariga hech qanaqangi chang, havo o'tkazmasligi foyda beradi hamda romlarimizga ochilishlariga avvalgi qanotdan foydalanganmiz. Bu 8000 Infinity ni videoni beradi. Xo'p, yonboshda chorroq tomonga o'tib ketish eshiklarini ham xuddi shunaqangi shatlanka bilan balkon petlilardan foydalanib, taylarni alyumin parod qilib berganmiz. Bu hech qanaqangi ezilib, botib ketmaydi, kirdi chiqdi hech qanaqa xalaqit bermaydi. Eshik yopilishlar xudo xolasa ideal. Xo'p, bo'lsa rangli bo'lsin deganicha akamiz arqa tomonlarini ham mokriy qilib berganmiz. 2 qavat o'yinlikka plastan qilib berganmiz. Bu ham Tavr Plus profillar. Xo'p, kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, derazaga murojaat qilasizlar. O'z vaqtida o'z sifatini yo'qotmagan holatda topshirib beramiz. Hammaga rahmat.